Rossiyada migrant oilalariga cheklov joriy etiladi. Yangi migratsiya siyosati tasdiqlandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2026-2030 yillarga mo'ljallangan davlat migratsiya siyosatining yangi konsepsiyasini tasdiqladi. U 2018-yildan beri amal qilib kelayotgan siyosatni almashtiradi. Yangi hujjatga ko'ra, Rossiyada ishlash uchun kelayotgan muhojirlar soni 2030-yilgacha oshishda davom etadi. Shu bilan birga hukumat migrantlarning jamiyatga moslashuvi, rus qadriyatlarini qabul qilishi va maktabga qatnamaydigan bolalar sonini kamaytirishga e'tibor qaratadi. Ushbu konsepsiyada quyidagilar belgilangan. Migrant oilalarining ishlamaydigan a'zolari Rossiyada doimiy yashay olmaydi. Ma'lum bir millat vakillari zich yashaydigan hudud shakllanishiga yo'l qo'yilmaydi. Migratsiya nazorati axborot texnologiyalari va biometriya orqali kuchaytiriladi. Shuningdek, 2030-yilgacha noqonuniy yashayotgan chet elliklar sonini kamaytirish, jinoyatchilikni pasaytirish va Rossiya oliy ta'lim muassasalarida xorijlik talabalar ulushini oshirish rejalashtirilgan.